Mana bemorimizda rutin EEGini amalga oshirdik. Rutin EEG olish jarayonida haqiqiy epileptik o'choqlar aniqlandi. Ya'ni bu mioklonik epilepsiyaga xos bo'lgan epileptik o'choqlardir. Yuqoridagi holat, ya'ni 13 yosh bemorda kuzatilgan, ya'ni asosan kasallik belgilari 8 yoshida boshlangan, ya'ni qo'lidan sababsiz narsalar tushib ketgan, ertalab uyg'onganda, ya'ni tish yuvganda qo'lidagi shotkalar tushib ketgan, ota-onasini buni qiliq deb o'ylagan. Afsuski bu epilepsiya, ya'ni 8-13 yoshda boshlanadigan yuvenil mioklonik epilepsiya turi hisoblanadi. Ya'ni xalqimiz orasida noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni epilepsiya, ya'ni sudurgisi bor bemor har doim yerga yotib, qo'l oyog'i tortishib, og'izdan ko'pik kelish holati deb o'ylashadi. Afsuski unday emas. Ya'ni bolangizda sababsiz qo'lidan narsasi tushib ketyaptimi, ya'ni yurganda yiqilib tushish kabi belgilar paydo bo'lyaptimi? Birinchi o'rinda nevrolog va epileptolog va sifatli EEG tekshiruv talab qilinadi. Agar sizda va yaqinlaringizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling.